Bilgan ko'pchilikka shu balyotqi muskul o'smasi, ya'ni zigon jilyo, ya'ni balyotqi muskul bez o'smasi, ya'ni zigon shenjijang bu kasalliklarni shu zaxmsiz yengil texnikalar orqali davolash to'g'riliq azroq so'zlab beray. Men Shinjang tibbiy universitet baş tarmoq doktorxonasidan Abdusalom doktor. Balyotqi muskul o'smasi deganimiz hamda shu balyotqida eng ko'p ko'rilgan shu ayollardagi shu balyotqi shu bezdek hamda cho'ngilib olgan hamda yosh sifatli bir o'simlik ko'rsatadi. Hamda men balyotqi muskul bez o'smasi deganimiz odatda shu yosh qiz ayollarda jiqroq ko'rildi. Bu asosda shu odatning oldi keyinda shu qo'saqni bek og'ritadi. Bel qo'saqni og'ritib ig'ir bo'lgan chaqda shu bal yilishqim ta'sir ko'rsatgan bir kasallik hamda. Hamda garchi men bir ayollar bölümünün doktoru olmagan bilan, lekin men ambulatoriyada men izlab kelgan kishilarni aytchaq mushakilib kasal ko'rsatgan bemorlarni ko'rib uchrab qolamiz. Hamda ba'zi shu yurtlardan kelgan bemorlarning orasida shu bir attığına bu zigon jilyo yoki zigon shenjijang uchun ba'zi doktorxonada shu balyotqini ilibdigan, aldırıp bo'lgan kasallarni uchratdik. Hamda buningda bu balyotqini hamda bir nimaniz bir muhim a'zo bo'lganki, buni odatda biz oson ilibtishni tavsiya qilmaymiz. Ham buning sababi asosan nima degan chog'da shu bemorlarniki yoki shu yurtga ba'zi doktorxonalarniki bu kasalni davolashga bo'lgan tushunchasidan kasal azroq bo'lish sababidan deb o'yladim hamda. Garchi men bu bo'limning doktori bo'lmagan bilan, lekin men bu klinik tibobatda ishlayotgan doktor bo'lgan ekan, buni ancha tushunaman. Hamda bu balyotqi muskul o'smasi zigon jilyo, balyotqi muskul bez o'smasi deganimiz zigon shenjijang. Bu kasallikdan keyin davolashning 4 xil usuli bor. Birinchidan balyotqini biroq operatsiya qilib iletish. Hamda buni asosan bu balyotqida yomon sifatli o'sim bo'lmasa yoki bir ig'ir oqibatlar bo'lmasa yoki shu balyotqini olmay turib boshqa davolash usullari hal qilinmagan chog'da oddiy balyotqini iletimiz bu eng keyingi tanlash. Undan başqa qanday davolash usuli bor degan chog'da, ya'ni qo'saqni kesib yoki fujianjing qo'saqni tishib turib, shu operatsiya orqali, zaxmlik operatsiya orqali shu zigon jilyo balyotqi muskul o'smasi yoki zigon shenjijang balyotqi muskul o'smasini davolaydigan usullar. Buningda pichoq tegido, asli kelishimsa ta'sirroq bo'lib qoldi. Ma davolash usuli. İkinci davolash usuli. Undan boshqa yana ko'pchilik bilmaydigan davolash usulidan yana ikki muhim davolash usuli. Ya'ni birinchidan hayfudov deymiz. Bu qanday degan chog'da bu hayfudov qanday degan chog'da bu zaxmsiz biroq karvatda yotdi bemor. Tekshirib ham inoqlab bo'lgan ekan karvatlar yotdi oyliqa. Masirtilam urib shu zigon jilyo balyotqi muskul o'smasini biroq ko'ydirtish. Yana bu lopeynakning prinsipini qo'llanadi. Lopeynakda miyadan nur kelgan ekan, ma orliqlar qizmaydi, lekin shunaqa nur kuchli tushgan ya. Shu zigon jilyo to'g'rilab lopeynak prinsipida tushasani bo'ldi. Hayfudov deymiz buni. Biroq ko'ydirib davolash maqsadga yetkazib bo'ldi. Yana zigon shenjijang balyotqi muskul bez o'smasi shunday tushdi. Hamda oxirgi davolash usuli qanday degan chog'da shu yo'tidan sim kirgizib zaxmsiz holatda shu balyotqi muskul o'smasida qon bilan ta'minlaydigan shu tomonni itayotgandan keyin bu balyotqi muskul o'smasining qanaylanmasi toza yaxshi bo'lmagan ekan, asosda jiglab o'zi yo'qaydi. Bu balyotqi muskul o'smasi shu orqali yo'qab masalan bir 10 son kelgan balyotqi muskul o'smasi yo'qab, oxirida 2 son kelgandan keyin bu to'liq yo'qib ketmasa, shu yer kichiklab jiglab o'zininki odam badaniga bo'lgan xatarni tugitadi. Ya'ni rol yo'qdi deganlar. Odam badaniga bo'lgan ta'sirini yo'qotgandan keyin biz asosan shu davolash maqsadimizga yetamiz. Shunga bu ko'pchilik bu masalaga uchrasanglar, meni undarim qat masalasi so'rasanglar bo'ladi. Hamda undar nomerim 181 9988 77 34. Hamda zot amal bo'lmagan chog'da undan keyin balyotqini kesish yoki kesib davolash orqali davolashni qilamiz. Hamda ba'zi hozir davolash texnikasi ilg'or. Pichoq tekkizmagan holatda davolg'il bo'ladi. Hamda ba'zi doktorxonalarda qilmaydi degan chog'da, hamda ba'zi doktorxonalarda hayfudov deymiz, ko'ydirib davolash bilan yo'tidan sim kirgizib davolash. Hamda misol bu ilg'or texnikaga chiqib, ba'zi doktorxonada bu texnika bo'lmasligi mumkin. Lekin bizning doktorxonada bu texnikalar bor. Shunga ko'pchilikka bir xabarlanib qo'yib, foydalanib qolsangiz bo'ldi. Masala so'raydiganlar bu nomerni topadim, shu nomerni ularga masala so'rasangiz bo'ldi.